7-sinf o'quvchilari uchun kimyo fanidan birinchi amaliy mashg'ulot. Mavzu: kimyo xonasidagi jihozlar bilan ishlashda mehnat xavfsizligi qoidalari bilan tanishish. Kimyodan amaliy mashg'ulot va laboratoriya ishlarini o'tkazishda xalat kiyib olish lozim. Ish stolida ortiqcha narsalar bo'lmasligi va zarur buyumlargina toza holda bo'lishi kerak. Har bir mashg'ulot maxsus daftarga quyidagi tartibda qayd qilib borilishi lozim. Ushbu tartibni daftaringizga ko'chirib oling. Tajribalar tugagach, foydalanilgan moddalarni topshirish, shisha idish va asboblarni tozalash, yuvish va laborantga topshirish lozim. Kimyodan laboratoriya ishlari va amaliy mashg'ulotlar olib borganda, e'tiborsizlik bilan ishlash oqibatida ko'ngilsiz hodisalar ro'y berishi mumkin. Ularning kelib chiqish sabablari asosan me'yoridan ortiq qizdirish natijasida idishdan suyuqlikning otilib chiqishi, natriy metalliga nam va suv tegishi, moddalar bilan noto'g'ri munosabatda ehtiyotsiz muomala qilish kabilar bilan bog'liq. Ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish uchun quyidagi mehnat xavfsizligi qoidalariga rioya qilinishi kerak. Birinchidan, ish bajarish tartibini puxta o'zlashtirmasdan va tajriba o'tkazish uchun asboblarning to'g'ri yig'ilganligiga ishonch hosil qilmasdan tajribani boshlamaslik kerak. Ikkinchidan, moddalarni bevosita hidlash, ushlash, ta'mini totish mutlaqo mumkin emas. Uchinchidan, tajribalarni iloji boricha mo'rili shkafda o'tkazish kerak. To'rtinchidan, tajriba davomida termometr sinib qolsa, undagi simobni maxsus usullar bilan tezda yig'ishtirib olish va simob to'kilgan joyga oltin gugurt sepish kerak. Beshinchidan, natriy metallini kerosin ichida saqlash va ortib qolgan bo'lakchalarini spirt eritib bartaraf etish lozim. Oltinchidan, yonuvchan va o'chuvchan moddalarni tajriba stolida ortiqcha miqdorda saqlamaslik, ularni elektr plita va ochiq alanga manbasidan uzoqda saqlash kerak. Yettinchidan, qizdirish maqsadida imkon boricha usti berk isitgich asboblaridan foydalanish lozim. 8-dan, yong'in chiqqan taqdirda avvalo o't chiqishiga sabab bo'lgan manba o'chiriladi. So'ngra qum sepiladi va yopgich yopiladi. Alanganing yoyilish xavfi bo'lsa, o't o'chirgichdan foydalanish kerak. 9-dan, probirka va boshqa shisha idishlarni ehtiyotlik bilan qizdirish va bunda uning og'zi odam ishlamayotgan tomonga qaratilgan bo'lishi kerak. 10-dan, kislota va ishqorlar eritmalarini qizdirishda himoya vositalarini kiyib olish, maxsus ko'zoynak taqib olish zarur. 11-dan, reaksiya olib borilayotgan va qizdirilayotgan idishlarga engashib qarash mumkin emas. 12-dan, kislotalarni suyultirishda kislotani oz-ozdan idish devori bo'ylab suvga quyish kerak. Aksini bajarish mumkin emas. 13-dan, konsentrlangan kislota va ishqorlarni rezina pipetka bilan o'lchash man etiladi. Ularni faqat shisha tomizg'ich yordamida o'lchash lozim. 14-dan, kislotalar saqlanadigan idishlarni to'kilmaydigan va sachramaydigan qilib ushlash kerak. 15-dan, portlovchi aralashma hosil qilish xavfi bor moddalar bilan ishlashda alohida ehtiyot choralarini ko'rish lozim. 16-dan, ehtiyotsizlik kiyim-kechaklarga, ko'zga, teriga zarar va jarohat yetkazishi mumkin. Shuning uchun nojo'ya harakatlar qilmaslik, moddalar bilan hazillashmaslik lozim. 17-dan, tajribalar tugagach, gaz, elektr va suv tarmoqlarini berkitish, asboblarni o'chirish kerak. Yuqorida ko'rib o'tilgan barcha kimyo laboratoriyasida ishlash xavfsizlik texnikasi qoidalarini
daftaringizga yozib oling.